Assalomu alaykum hurmatli mekandoshlar. Bugün 3 Mart Qirg'iz Respublikasining Jelek kunida Oshto Jelek tag'iladi, ko'rasizlar. Osh ploshadda bayram bo'ldi. Jelek kunine qarata. Qirg'iz Respublikasining tusi ko'tariladi. Haydarбеков, Bekbolson Jaychibekov, Sabir Iftarov, Yusuf Matayev, Mamatbek Sidirdov. 1992 yılı 3 Mart'ta Qirg'iz Respublikasining Jo'g'org'i Kengashi tomonidan Qirg'iz Respublikasining mamlakatlik tusi qabul qilingan. Qirg'iziston armiyasi tuzilib turadi. Respublikasining